İşte yo'q. Hayotdan olsang ta'lim bera olmaydi hech bir muallim. 3 ta hayotiy ustoz bor. Och qorin, bo'sh cho'mchak, yaralangan qalb. Ilm 3 toifada olinadi. Ustozlardan, kitoblardan, hayotdan. Hayoti eng oshiq mashaqqat insonlar. Ular ketib qolishadi. Shuning uchun yo ustozni tanlang, yo kitoblarni. Tushundingizmi? Bu sizni ham yaxshi bo'ladi. Lekin olim insonlar umr bo'yi kitoblarni yozadi. Bir olim umrida 2 kun kitob o'qiydi. Oyoq qorason bo'lib kesilganda otalar olimlar. Ular hatto uxlashmas. Kitob qo'lingizdan hech qachon metrodagi ko'rsatib keyin ana 19-21 yoshidasiz. Ko'rasiz, vagonda itdek qoplashadi. Endi siz mamlakatlarda yo bo'lmasa bir aniq mallarni yo'q, keyin bilib oling. Nima ish qilsangiz ham yo qani ish qiling, shundan natijaga erishasiz. Bir xil hozir pulga ishqiboz bo'lib kasbni yo'q, yashamay qolasiz. Yo'q qani. Shu kitoblar sizga yo'q. Ikki kitob bor. Bittasi o'sha biznes erkaklar uchun biznes uchun o'sha artikellar o'rganishda harflar. Xazina. Ha, o'sha mana Amerika mustaqilligi, Washington, George Washington, Lincoln, bunday hali. Buyuk shaxsiyat. Buni o'qib ko'p narsa. Keyin bu Bill Gates'ni Bill Gates bilasizmi? Bir oyda 4 ta 3 ta kitob topib bo'ladi. Yana eshitib olinglar. Milliarderlar vaqtlar uchun ishlaydilar. Oddiy insonlar buyumlar uchun ishlaydilar. Ular o'shaning uchun ko'p narsaga erishadi. Steve Jobs aytganda $500,000 mashina ham 60 kilometr yuradi. $500,000 ham soat ham bir xil narsa. Buyumlar uchun ishlamaylik, ilm uchun ishlaylik. Ular ilm uchun ishlashadi. Ko'p narsaga yetishadi. Shuning uchun ilm olinglar. Bo'ldi. Pulni olib berdi qildikmi? ha,